Son. Devlet tevelki bilgiye. Bir iş kadem kırvasın mı ya da bir hatırlayacağın nasıl diye. Bir iş işte. Assalamu alaikum. Hürmetli aziz qarindoshlar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men Shvetsiyadagi Stokholmga tug'ilib hammadan hammanglarga o'tliq salom. Yana oldinlarga chiqib qoldim. Kuni ishni endi birinchi bo'lib Bilal akamnikidan boshlay. Bilal akamnikini qaysi kuni endi çarşamba günü tünügün qo'yaymi. Atdigan soat 8:20da Amerika vaqti sotqa kepillik ochiqdiganga hamda advokat pulliq advokat emaskan, davlat tarafdan nima qilgan. Shuning bilan u sotqa chiqsa, u yerda o'sha kepillik berib qo'yib yetishi nima qilib qolsa, shuning bilan u yerda Amerika davlat diniy ishlar komissari narsalarni Google'dan tekshiringlar deydigan Nuri Tulka, ism familiyasi Nuri Tulkar, ammo siyosatdagi Nuri Tulka. Bu berib Bilal İbrahim Turkiston hokimizniki ishga qilishni tutib turgan rasmini ko'rsatib, bu terrorist deb buni ashada asli kepillik qo'yib bergan kuni qo'yg'izmabdi. Yana solat qizitdi. Asli chiqib kepillik chiqqandan keyin 5-oyning 25-kuni sot bo'larkan, shunday bir ish bo'ladi. Bu shu endi odatda bunday ishni kim qildi desak, bunday ishni Xitoy hukumatı qiladi. O'zin bunday ishni shu Xitoy davlati qiladi. Shu tiy qalpoqni kiygizib, shu tarbiyalash lagerlarini ochdi. Tiy qalpoqni kiygizib, nurg'unlagan ajoyib ishlarni qildi. Nuri Tulka degan ishplas badbaxt munofiq. Seninki Rabia anang ila Tokatay qarinba ila qayerkilik Abdul Hamid degan qildigan. Shu go'y Daesh bayonotchisi Pri hozirgi Abdulaziz deganlaring hammasi shu o'zlarini Islom partiyasiningki andaqmaniyo, mandaqmaniyo deb yurgan narsalari. Go'y Müşü Rozi Ramzan'da sen aşı işini kıldın mı berip? Qarindoshlar, Bilal İbrahim Türkistan'ın kepillik qo'ypamoqchi bu atkan sotqa Nuri Tulkar qilishni ko'tirib berib, qilish ko'taga rasmini ko'tirib berib, bu terrorist, bu meni o'ldirmoqchi, bu oilamizga tahdid keladi, andan manda deb tiy qalpig'ini buningga kiygizib yerdan chiqarg'izmabdi. Bu terror qalpığı deganni Xitoy hukumatı Uyg'urlarga kiygizyotidi. Bu Amerikadagi diniy ishlar komissari. Munofiq badbaxt go'y. Qo'lingda dalil isbotning tayini yo'q. Bir tal rasmni olib, yillardan beri Olim Seyitov ikkisi ashu balaninki 15 yillik hayotini nobud qilishdan, ashu balani ishlash ruxsatlarini chiqarg'izmishmiding? Ashu bala ash masjidning ichida nimalarni qilib aşağıdaki Uyghur cemaatininki qiraat qilgan ishlarini to'y to'kun, nazir chiroq, aşağıdaki o'lganlarni dafn ishlarini, dafn murosimlarini hal qiladigan diniy qoida bo'yicha qilayotgan bir jamoatchilikni rozi qilib kelayotgan bir bala u. Bu Amerika degandagi yerda qanday terror bo'ldi u? Ro'z Ramzonda Xudoyim jo'ltibdi va 15 yilning ichilmagan sirni o'zingni oshkorlab ashada qilsa. Munofiq go'y, sen mi adam bo'ldingmi Anandan keyin xotini aqida degan berib, voy mening erimni qattiq uribdi, ichida o'shmanligi bor, andaqpa ichida qattiq nimasi bor deb ashunda qilibdi. Ishplas xotin, ering beshida mushatdi, o'zi dabdi, yig'ilib tushdim, menga ayak dikkatli, ayak dikkatli deb palpatlash gapni qilibdi. Rabia degan bir narsa uning buningga jo'lib qalaymagan gaplarni qilibdi. Bo'pti, sening ishingda dading yoki eringni urgan bo'lsa yoki nima bo'lgan bo'lsa, seninkini moyoq qarib qo'yib turayli. Nuri Tulkar, sen qaysi salohiyatің bilan shu yerga berib uningga tiy qalpig'ini kiygizdigan
Huquqing var seninki, ha? İlk Murat Atamanның mında qıp tapanç tutuşga resim ba. Başkalarının qoral çıqaga resimdir ba. Ha, ilk başkalarınınki qoral tutup tutuşga resimdir ba. İlk o qatırga yala oynaydigan aşlarını kötürüp berip terörist dese qalmışamda. Bir adam kılıç tutup, o sürgünlü hükümet binanın içindeki resim o seni çipbatkan yoki seni qo'g'layotgan, sen tehdit qilayotgan bo'lsa, sen onu desang bo'ladi. Resimning o'rni, makoni, zamonini bilmay turib, seninki Bilal İbrahim Türkistoniga nima deb tiqalpiqini kigizsa, ha? Sen davlat ma'muriy organi ishlab turib, Amerikaninki qonuni, muqaddas qonunni sen dafsanda qilyapsan. O terörist qalpig'ini kiygizib solatadigan o dünya davlatlardan olib ketadigan o Xitoyning ishi. Sen Xitoymi? Ha? Sen Xitoy bo'lmay nima sen? Xitoymi seningchilik emas, vahshiy go'y. Ben sana degandim, Ahmadjon Qosimninki, Maynur Qosimninki, aşu qizininki, aşu Xitoygidagi Avstraliyada daji deb aşu yeyishib, ichishib, chilishib, poqqimilishib, gitarlarni chelishib, iflos Vaylon dozaqninki o'tini, mahsuloti numussiz. Amerikaninki muqaddas qonunni sen dafsanda qilding. Sen o'xshash ashulaqa nima Nancy Pelosi apang chiqasa sen ishinib sen shu Amerikaning muqaddas qonunni sen dafsanda qilding. Go'y, terrorist degan bir yak bomba qo'yib portlatsa yoki bunda bir CIA'dan yo FBI'dan tutib, bir rasmiy qilsa, balninki hayotida 15 yillik hayotida bir urush baqqanmi jidili yo'q. Sen haqni faqat qalpoq kiygizib qo'ygan narsang bor. Boshqa hech narsa yo'q. Tarixida unday narsa yo'q. Baribir sud ichiladi. Sen o iliqi og'riqni yushosan, kasalni yushosan, o'lim oshkora degandek, baribir bu narsa bo'ladi. Sotqi berishgan, jidanni topgan uzang. Sotqi bergan uzang. Mushni atgan uzang. Indigenisni avtonomni tilagan sening ashu Rabia qiynapang, ashu bir narsang ish qilib. Indigenis bir narsang. Indigenis qilayotgan Rabia apang. Bilal İbrahim'de nima gunohi bor? Onundan voy pul yig'yapti, anda qilyapti, manda qilyapti. Sen o'zingchi eliqi uni teqib turib, onundan bu jidalga meni akirib, mening beshimga qalpoq kiydirib turib, sen o'zingchi eliqi meni mashinamga bog'lab, o'ynayma deb eliqi qilayotgan ishlarni meni bilmaydi demsa, butun narsa xotir qilinib mengyotidi. Tushundingmi? Ben deb qo'yay, ben yordam berma shaxsiy o'zimning insonparvarligimdan, agar Bilalkamninki iqtisodiy sharoit yor bermasa, ben yordam berma, yordam qo'limni sunima. Tushunding? Men qarzi bo'lsinmi berib turma, uningga u imonliq bir bola, men ishini uning yeb ketmaydi u. Munofiq qo'y, haqni tiqalpig'ini kiygizib ro'z Ramzonlarda. Yıllardan beri yig'iyotgan sening Rabia apang Avstraliyada ketgan $125,000 qini, Uyg'ur uyninki qog'ozi qini o'zing nomiga o'tkazilib. Biz buning hisobini olmasak, sen texi pul yig'ib bitdi, uni qilib bitdi, buni qilib bitdi deb, sen o'zingchi mundayliqi o'yinlarni o'ynab bizga kaydirib yoki bizni cho'chitib bunday qilyapsan. Bilal İbrahim Türkistoni Alasning apisiga kelib ketgandimi? Viruslarni berib, shu yer xatmi Qur'on qilib, xotini namozsiz emas, namozliq u dunyoga yo'lga sap qo'yishga shu bola bo'ldi. Alas, meni obdan ko'rib angla. Munofiq, Xitoy bayonotchisi, tashviqotchisi. Anandan keyin do'lqinaysan, shig'inga kelgancha, voy Bilal aka mehmon qildi u bu deb cho'chqida xartildab ashar yeb, numus qilmay. Xalqning uyiga tushib, voy munchilarni badi deb, voy hayotdan munchi uchib baqma, qasmoq bir mehnat nima ekansan sen? Sen haq vaqo qara, sulfat kislotasi chilinib yassangmi erimaydigan mehnatchilik va qaysingda men senga deb qo'yay. Pulni sen haq shig'isa, indigenisi sen haq qilib etsa, avtonomni sen haq tilaysa, seningga biz qarshi chiqib, yo'q, men xato, manda bo'lmaydi desa, sen qo'pib, yana texe yo'gap akab, uni xalqning beshiga qilmamdoq. Bizningki so'rash huquqimiz yoki biz shu vatanning ichidagi irqiy qirg'inchilik uchrayotgan shu mazlum xalqning farzandlari, urug' tuqqanlari
Tushunding? Shuning uchun bizning so'rash haqqimiz bor bizningki. Haqning bolasini onangning haqqi bormi seniki? Tek qalpog'ini kiygizib qo'yib. Anagu, abu nimaga To'katay qarimninki shu yillardan beri vatanning ichida da'vat qilgan, teshidi qilgan, meyarikalik Nabijonalar, yana birlari ham yerdan ketganlar, Abdukerim deganlar. Meningmi ayni vaqtida uyimga kirib, shunday da'vat qilgan menga-mi? Ha? Ashu Rinkibidagi uyimga kirib ishlayotgan Amerikadagi saq bir ayolga pul tilab, voy qiynalib qopti, churak o'qivasin u bu deb, go'y, tozliq tishilsinmi? Ya men maydonlarda, McDonald'sda kassada tursinmi? Ya bir yerda nima qismi tashviqot qog'oz taqasizmi? Ya bir yerda bir servis tishilsinmi? Bo'ladi, sharoitdagi Amerika deganda ishtigan mashinada, Shvetsiyada 9 million, 10 million nopos va ish qisiyadi biz topatib, bizning o'zimizning rizqini tepyapmiz. Numussiz go'y. Numussiz Nuri Tulka. Numussiz Rabia Qodir, Jodigar, Yalmavuz, Vaylun do'zaxning o'tini, mahsuloti, iflos xoin. Qo'y, numus qilsang umamda onangning haqqi bormi? Bir odamning bolasini terrorist deb qalpoq qarindoshlar asli chiqib bo'ladi bugun kepillikka. Chiqib bo'ladi. Nuri Tulka Bilal akamning mandaq iliqqa nima qilgan rasmini bunday iliq tushgan iliq o'zing rasm bilan qilish tutib tushamdi. Topanch tutib tushayotganlar borku. Mana men tegi gizvatlar ko'chaga chiqib tamoq tussimi $100 dan topadi deydi. Nimalam ish qilsa, oqqumgo'ylar pul xalqning qiyniga Rabia Qodir. Sen ishlamaysan, sidiqaji sen ishlamaysan. Nadin kilovatgan pul sana turvatgan uylaringning ijarasi xalqning qini. Xalqning qini, xalqning badali satding. Ya bo'lmasa oldiga chiqdi. Bizni va demokratlar yoki Xitoyninkimiz manda o'ynatdi. Biz o'yan ketib qopdik. Men bilmay qopdim. Balarim meni kechirib versanglar, kechirib etdinglar. Kechirmasanglar men bu shuni qildim. Ayni vaqtda ya Umar Qanot mushtaq qildi, ya Olim Sitov bunda qildi, ya Rabia Qodir, ya Roshan Abbas Aylis bunda qildi deb sen de demamsan. Sen Uyg'urning ma'naviy onasi deb olgandan keyin sen chiqib javob berishing kerak. Shu yillarda ishlagan sen. Hozir dunyo Uyg'ur qurultayida qo'g'ilib ketgan sen. Agar seni rost ashtaq majburlagan bo'lsa, agar seni rost ashtaq qilgan bo'lsa, ben sana egilib, yig'lab turib, kecha kunduz seningdan apo so'rayman, seni yelkamga o'tirib, Rabia onada baram gapirma. Sen agar unda qilmasang, sen bir o'kunki men degan ma'naviy bir nima bo'lolmaysan, shu tarixninki lanat batlariga ezilsa. Sen hech narsaga javob bermay, oyoqdan Abdulazizni, oyoqdan Podaxni, setib elib, o bizga qarshi tillassang, Zumrat Tursunning oilasiga kirsang, balasiga kirsang, vatanniki singlisidan tap Abdulazizni ishiltib, vatanni hozir kimning telefon nomerini kim topalaydi? Kimning telefon nomerini kim topalaydi? Abdulaziz ashtam nochima? Uningga men hozir kirmay yo'q tutib tursin. Ashunda nochima u? Qaqninki singlisining telefon nomerlarini, onasining telefonlarini tepib, avatidigan ishplas zaharli qo'lingni qaqninki oilasiga sunmoqchimi? Qaqning singlisini turmaga kirgizatmoqchimi? Qaqninki onasini turmaga kirgizatmoqchimi? Eliqa dadlisini shilankilan tiqib turib o'ltirib atdi Zumrat Tursun adashninki. Fukusuningmi hozirgacha rahmatlik, fukusuningmi sir hozirgacha o'limi qanday huquqini. Hammamiz yankash kuchirgan, isyon qiluvchilar biz, isyon o'qituvchilar. Sana chiqib biz ikki qiz gap qilish, savol so'rash huquqimiz. Sendan Avil Ablaziz. Sen kim? Jiqiz. Men kim bo'ladi deb ochangni yasaydiqni eman. Sen bek noch ekansan-ku, xotinlar deganni shashadi vayron qilib yuradi ekansan. Uningdan bal tepib, buningdan bal tepib, senga hozir uningga ayrim kirma. Mening opam dadam shu indigenes deb qarilib, tarbiyalimiz deb turmaga kirdi. Shuning uchun sening onang qildi, hisobini berdi. Sen kim deydigan, sen kim? Men xalqning ichidagi bir tal xalq, ziyankash kuchilgan Sharqiy Turkistondagi bir Uyg'urning farzandi. Mening so'rash huquqim bor. Qanday yer so'rash huquqim bor.
Jala xotun anang ays tigidin oyun oynap. Noço sotqı berenmeydi ekan go. Berenmeydi ekan go. Berenmeydi ekan go. Bäs ummamdı. Üzən şıqısa xalqның tuqqanlarını çıqırıp bermə dep Avstraliyadan 125 min dollar unda pullarını degan qalaymy qara pullarını. Iliqi Beijingdan kelip ketirganligi namsız adam pul akap bergan. Görünmez qara qol. Guruhlaşkan banditlar, guruhlaşkan işplaslar. Senden biz senin tehditlerinden, senin bir narsalarından biz qo'rqib qolamdik. Numus qilsam ummanda xalqning beshig'i teqalpig'ini kirgizib qilishqa ma gapni deb beray. Balig'imanda, ma balig'anda, ma Amerikadagilarim. O meydanda yo'qlaring qalaymiqan guvohlik berishmay qara. Maning o'disidan chiqdigan ish chiqdi. Sen maningdan o'tib ketalgan taqdirdimi? Vijdoningdan dunyoda farzandlaring tatidi. İnsan yaxshilik qilsa ikki urug'ni chechib mangadi. Birisi bu dunyoda ballarga, yana birisi u dunyoda o'zining oxiratdagi uchun. Sen ma o'tkalda o'tib ketalsangmi? Oyoqda o'tma farzandlaringning ma dunyodagi o'tkallarda o'tib ketanmaysan. Tushunding? Sorunda yo'q. Oyat yo'q adam. Yağan guvohlik berishma Ömer Qanatga, anınga, manınga yaxshilik ko'rinmama, anınga undaq ko'rinma, manınga ko'rinma deb. Biz men chiqib Bilalkamninki tashviqotini qilmagan bo'lsak, igi chiqmagansak, sen haq qarlab qap-qar qilib aytding. İştinovallar numus, vijdon, vijdonga umi xili. Naq maydonda yuz bergan ishlarninki nurg'un xatoliqlari bor. Onunki sotlarda hal bo'lib chiqqichilik arliqda, yana birinin bo'g'ichilik arliqda xili vaqtlar ketidi. Buni sot oxirlashgan chaqda sot bartaraf qildi. Sen xalqninki chiqib pichim kesadigan, yana bir nima qiladigan, terrorist deydigan, yana bir nima qilgan hech qaysini onasining haqqi yo'q. O xalqning bolasida uning uni sen xalq qonida atoli qo'ysang, uni onasi 9 oy 9 kun qo'saq ko'tirib, kechalari jilg'ancha amchak silib, sutlarni emdirib, va mushu mening balam deb papilab yig'ilgancha akiltib, uning baxtini tilab, uning uchun qilgan o ota-onasi bor, uningmi o bir tamnon to'shikdan tushgan emas. Umi bir Sharq Turkistonlik bir Uyg'urninki farzandi. Ashta qarlab ashunda qiqalpig'ini kiygizib 15 yillik 12 yillik hayotini nobud qildan ko'ydadan ashbalninki. Mana bugun o'kini yo'gilib kirib, uzan kirib, sotqa kirib, bir odam deganni teyish uchunga bor qara, u teyigan qandaq narsa u Abduzning tigiga yoki yan bir qanday xiyalaga, yan bir qanday xiyalaga bomba qo'yib, ya xalqni bir narsadan pidallasa, uydan bir avtomatlar chiqsa, biz bombalar chiqsa, undan keyin u hukumat tarafdan da bir cho'm bexatarlik idorasidan budoq tekshirib, undan keyin nomer qo'yib, undan keyin bo'lgan narsa, sen haq qiziqkansan ku. O Makka muxbirmi shu? Og'zim keldi deb davirkansan. Ya Kanadadagi Abdulaziz degan go'y Zumrat Tursun adashninki videolarini elib, sen texi vatanga, singlisiga, onasiga avat beramsan, vatan uchun, mustaqillik uchun davatgan ashtaq videolarni avatib, Optonom degan videosi bo'lsa, bir avat bergan bo'lsang, Xitoy xo'shib ketadi. Pasport berib, adamning kundas og'zini jimiqdi deb berdi. Optonom tiligan bo'lsa, mustaqillik tiligan, isyon qilgan butun haqiqatni so'zlagan narsani avatib, sen ularni so'l tetishmamoqsizdan, seniki qo'llaring vatangacha baramda zaharlab qo'lsa, ajab yomonkansana. Zumrat adash o'zi 5-6 yil bo'ldi, singillarini topolmayotdi, onasini topolmayotdi. Sen ajab oson hadisning singlisining nomerini tepib olsang-ki, seniki xotining bilan, birinchi ayoling bilan, ikki qizing bilan biznasang 2018 şu Rabia'nın yol qilib akap bergandi, shuning podaqlaring zodi degan sanglab ketib borsa, sen kim o, sen kim? Sen kim o, o'g'ri go'y, shaltaq go'y, sudiki mehnat go'y. Ayada birinchi ayolingni aldab ashib dabazaning ichidagi sen chiqamasa dukachidan bir bayxotni elib, uni urib valaqishib, uni uyda ajrashding. Uningdan keyin Turkiyaga kelib ko'chalarni qapsa, Xonbinlo degan restoranlar ishlabsa, Zeynura Kiramninki Zarifa degan singlisini opsa shu adashni.
Shularning uyiga kiribsa, so'g'uvchilik hunarini beribdi. Voy balam deb dadasi beshini silabdi. Qalanda qo'y. Xalqning pullarini o'g'lab Kanadaga ketibsa, ana u yerda bir muncha jidallar kirib, u yerlar sotlarni bir muncha to'ylabsa, onangni endi sot tutibsan ma Kanadada yog'anchi, kazzab, munofiq. Atdiganda masjiddan chiqib so'zlayapsan, sen ya bir nerdan chiqib so'zlayapsan? Kanadada bir ağıyla voy ya qeyrindaşlar, ma Ablazoga qaranglar, Kanadada bir ağıynisi. Voy mishta mening ağıynam kelibdi deb uyda chiqib qondirib qilsa, ağıynisi bir yerga uzun ketib qolsa, xotini bilan aldab saldab nikahni o'qitib, xotindan bir ballaq bo'lib, ağıynis kelib chidimay buni ashundaq qo'g'lisimi bir nim qilsa, Kanadaning sotiga meni pichoq ko'tarib qo'g'ildi deb qilib, bichar bolani ashundaq hozir o bichar bola ashda bir narsalar bo'lib qolmay deb Türkiye'de yaşayıptı. Goy, xalq non bersa, osh bersa, og'iningning uyiga kirib shuni qildingmi? Shu xotin deganni qaqshitib Kanadaning pasportini olib bermisan, Kanadaning unimisini qilib bermisan deb, shu bir ishni qilib qo'ygan yalang'och rasmni aytib, odammi Ablaziz degan hayvon mal'un. Sen mening qo'limga ajoyib yaxshi tushibsan. Zumrat Tursunning qo'liga ajoyib yaxshi tushibsan, bo'pmi? Qonun jihatdan ajoyib yaxshi tushibsan. Meningki huquqim sen, men sana dedim go, sen Shvetsiyaga kelsam qanda o'ynaymaysan, shunda o'ynab berma. Lekin men Shvetsiyani yaxshi ko'rman. Shvetsiya mening ona vatanim ikkinchi. Men bularning qonun dafsani qilishini yaxshi ko'rmayman. Men qonunni rioya qilman. Sen tek ash yishing bilan, ash cho'ngliging bilan tek menga jang e'lon qilyapsan. Sening Robiya onang, sening onang emas u. Sening onang bo'lsa, sen nima deb ikki balangning onasini jalab deysan? Sen nima deb xalqningki onasi Zumrat Tursunmi, xalqning onasi rasvo deysan? Iflas qo'y, mal'un qo'y. Texa Zarifa adashni keltirish uchun men 88-yili nimaninki Shinjongda shuninki axborot fakulteti o'qigan desa, eliqi Urumchidan eliqi Nanxangninki Jijangisi kelib Uyg'ur bola ismini demay vatandagilarninki, voy siz nerda o'qigan desa, men yerda o'qigan desa, va men o'qigan deb u chaqda birli sinib bati desa, Xovtanga yugurib kirib ketibsan, qo'y partuqlaring chigib. Numussiz qo'y. Senin qo'lingdan shu ashta ojiz ayollarga haqorat qilish, urush, kaltaklash, sening qizlaring bor, ammo onalari yaxshi-ku. Qanday bo'lmasin, Zarifa bo'lsin, birinchi ayoling bo'lsin, ma uchinchi Kanadadagi adlarimiz bo'lsin, hamiz onasini demaydigansan, qizlaringni qag'ib etma, mening qag'ishim o'tadi, ishonma menga. Men onalarini demaydigan bo'lsam, bag'o qara, Zarifa adashni, birinchi ayolingni ma uchinchi Kanadadagi demaydigansan, ya'ni arus, ya'ni 51 ga kirdim, ya'ni xotin bo'lsa olma deb. Go'y. Ya nima degan ishplas, sen haq, nima degan ishplas? Qeyrindoshlar, Madinay Bavdon ashagi Badi Bilal İbrahim Turkistonni izlab to'liqni topadi. Men Shvetsiyada tursam, mashag Madinay Bavdon kelib nima ish qildi desanglar, endi boyliq chiqimlarni ko'tarish uchun Enediga opirish kerak emasmi? Enediga opirish uchun ham yerda bir yag'an bir faoliyatlarni qilib shoira deb qidiqlarim kelib ketdi, qidiqlarim kelib ketdi. Madinay Bavdon, ishplas, qanjoq, rasvo, buzuq. Xalqning oilasini buzgan, Ömer Qanotning oilasini buzgan, turk ayoldan arib etgan buzuq. Refiyanonki tualetlarda ishplas ishlar qilgan, hammasi Amerikaning torbatlarida bor, men sana deb qo'yaman, qonundan chiqmay ish qilma degan. Numussiz. Qeyrindoshlar, mavu yani manda desam, mavu Zarif, mavu Zaynur Akramning ishiga kiryapti demanglar, men haqiqatni so'zlashimiz kerak. Meni mashindaq narsalarni qilib, masalan, meshaga qanday qildi desanglar, meshaga kelib, Dilshod Rashidninki Zulfiya degan xotiniga yig'lab beribdi. Ular qopib, anaki nomer chiqmaydigan telefonda uxlab olsam, voy saqchininki men tarjimon Zulfiya u bu dedi. Shundan bu ras endi men bularni meni saqchiq deydi deb emas, mening o'zimninki saqchiq birsini baga ishim bor meshadiki. Uni ismini desam bo'ladi, demasam bo'ladi. Shuning bilan odatda saqchiq biz birsini bersak,
xat keladi-ku, sen to'g'ri hamma seninki mavu organization nomering mavu ma nomer bilan sen manda ma odamni mana ustidan arzi qilibsa, saqchiga beribsa deb, shu to'g'rimi deb xat keladi. Bizning shu yozgan narsamiz keladi. Bu nomer chiqmaydigan gap telefon kelgandan keyin shuning bilan olgandan keyin siz qaysi saqchi desam, men saqchidan undaq dedi. Meni unda bo'lsa meningki o'zimniki siz men shunda bir ish bilan birsini nim qilgandim. Ama meningki ishimni masalanga shu sapo shu seniki bexatarlik idorasi men gaplashgan onun boshqa saqchi bilan gaplashib boqmadim. Onun oldida shunday Bakram Tursun deb birsiniki desam, o'yliq bir gaplarni bo'ldi, men tushunmadim. Chunki men kech ishlayman, kunduz galdi-guldan chaqdi turgandim. Uriy va din umar chiqmaydi telefonda. Ke Zulfiya Bavdonga gaqildim men. Dilshod Rashidniki basharki birinchi ayoli ajrashib ketgan deydi, ha. Shuni bilan telefon qilib, mushta bu saqchi qilsam mushta deydi. Bu men endi kirgan nomerlarni tashirtma, telefon degan bizningki idoraga berib, shu kompaniyaga berib, bu bo'lmabdi desam, saqchi umuman bu ishni xatolashgan deb yozibdi. Ana mening ovozim bor, o'zining xiti bor, butunlay men hammani videoga olmay, u hozir WhatsAppniki bir yangi turi chiqdi, bir oygacha shu ichidagi narsalarni tushirib, saqlab, video qilib yevamsanglar, yo'qolib ketadi-ku, nim qilolmaysizlar. Shuning bilan Aşnada bezgandan keyin turib, anondan keyin ochig'im keldi-da meniki, bu davlatningki tarjimonlik idorasida ishlaydigan odam. Necha vaqtdan beri Dilshod Rashidning rapovatida bilet og'izib, uni qilib, buni qilib, Dunyo Uyg'ur qurultayiningki davomida u yerda sayohat juda ko'chmanlar idorasining qonuni mumkin emasmi? Sotsialiyalarga boramaydi. Tarjimon sotsialiyalarga boramaydi. Men toza obdan bilaman unda qishlarni. Men yomon yaxshi bilaman. Faoliyatga qatnashib bo'lmaydi, to'y to'kinga andaq narsalar bo'lmaydi. Tarjimonning unda huquqi yo'q. Bu ayol hem yer şurada bütün resimleri var, bütün hem oynaganda qudumboqlari var. Chiqarganlar adamninki intervyusini yoki butunlay ashulaqa ko'chmanlar idorasi bo'lgan hamma narsani davitidi. Kim berdi buning bu huquqni? Sen texe Dilshod Rashid, sen texe Umar Qanotning xotinini akab, xotinlaringni aralashtirib, mishad o'yni. Sen mushunda qilib meni o'zingchilikqa qo'rqitma yoki bundan. Sen mening qanchalik talbiyaligimni bilasan-ku? Men sana demasam-mi? Tex o'ylaqa birinchi ayolning ikkinchi ayoling var, Mehribon Niyoz degan. Uchu qancha qitim vatanga qatirdi, Qancha qitim vatanga qatirdi. Mishay Dolqinaysa yig'im kasilik eski Volvo'si bilan ochiqdi aydirimdan akiladi shofiri. Bütün ishdan so'raydi. Eliq Abdushukur Samsaq bilan Shvetsiya Uyg'ur komitetiki, eliq oldingi daftarni tashlab, Yoza Dilshod Erkin Aliptikin nima dedi? Rabia Qadir nima dedi deb bütün hamini xotirlab, Urumchi ketirgan ishlarchu, Sotqi chiqqanda ko'p. Dilshod Rashid, sen texi menga xotinlaringni shiltib, tarjimon xotinlaringni qonunning nimasidan kirmoqchimi? Ana meningni ko'zing ko'rsatma aramdan bo'lgan. Tushundingmi? Men sen bilan qiladigan hisobatim bor ayrim. Seninki u xotining hozir Abduzay deb jimmin yugashib olgan bilan so'datalyak berib, ko'p qilgan tarix bor. Vestriyonda almashtirgan pul bor, dollar bor, yevro bor. Senin kelib ketadigan Estoniya, Latviya, Belarus izing bor, men senga deb qo'yay, tushundingmi? Men senga mushinchilik kirib turay. Men qag'inni telefon shirkatidan menga saqchidan kelgan kamligini men sening xotiningning ustidan arz berman, tushundingmi? Sen tex Madina Bavdolarni akab menga boshda o'ynatamsan? Ko'tlash chalayshan go'y, qo'ng'iq zakta qaydigan, pampersdan yurgan go'y. Sen tex sotqi berma Dolqinaycha. Nimani bera olaysan? Qaysi salohiyatini bersan? Sen pensiyaga qanday chiqding? Qo'lingni qaysi kinishgan va? Sen nima bilan bersan? Sen o sotqi bersan, kinishgan bilan salohiyatim qanday to'g'ri keldi seninki? Men sen dapli beray bo'ldi. Sen parat yurun qashni, Dolqinaysani, Roshan Abbaslarni qo'qitalg'ini bilan meni qo'qitanmaysan, tushundingmi? Birnim bo'lib baqsin. Chima? Meyada qonun bilan onamanani ko'zingga ko'rsatma men senga deb qo'yay. Mushunday ishlarni qildi qarindoshlar, mush bir ikki oyning ichida. Undan keyin az Turkiyadagi kim o? Zaynura Kerem degan adashni o'zi bir yotqanda yetib cho'ng'olgan do'sti. Ash Madina Bavdonninki azroq bir ishlar bilan nim qilib qolganga Umar Qanotni ishiltib UHRP'ning nomidan foydalanib, Zaynura Keremni xoin deb, Xitoylar bilan tushgan rasmlarini qilib, ashunda qilib xalqni qo'rqitib qilgan. Men o'ylayman Zaynura Keremninki
tashkiloti bo'lmasa, tashkilotchi bo'lmasa, Xitoy bilan ish qilamdi, yana birsi bilan ish qilamdi. O'tganda Dilyarnikida qilgan chaqda men ras xap bo'ldim. Qanday ayol bu o'zining shunda qanzular bilan bitta rasmga tushgan ishi bor ekan, bu bunda turib Dilyarni bunda desa qanday bo'ldi desam, keyin u ayolmi boshqa birlardan anglasam, birlarning kuch kartishi bilan xato bir o'qib qolgan bir nimika o'ziningmi hamda bir yalada hamda Dilyarga yaxshi o'qigan bola ekan, men shunda nim qilib qo'yibdimi degandek bir o'g'inish bor ekan u yalada, o'sha gapni angladim. Ammo o'zining do'stini opirib bir qitimni javobiga mehmon qilolmaganga opirib ashunda deydigan ish bormi? Ashunda mehmon qilamasa chiqib xoyindan xoyinga silib, ey sana OHRP'ninki yoki Dunyo Uyg'ur qurultayininki to'rbetida xalqni sana zulm qil, xalqni siset yoki xalqninkini qil demadi. Xitoy hukumatini siset, Xitoy hukumatidan mustaqillik talab qil, Xitoy hukumatidan irqiy qirg'inchilik besvilingan zimin degan narsalarni talab qil deb san g'arib berdi. Ya Uyg'urlar bizga g'arib bikoga bermadi panolikni. Mana bugünkidek mushtaq kunning bo'lib qolsa, bizni aldığı çıkıp kakramikiniz parlamentlarının aldı qop-quruq. Tününkü Şvetsiyadagi Sosyallar Partiyasi bir ayol nima debdi? 7 davlat bu qirg'inchilikni aldırab chiqarib yetib qoldi. Biz ham tekshirishimiz kerak deydi. Asli ashu kuni ashuni biladigan odam Shvetsiyadagi ashu munozira bo'ladigan munozira emas, endi tashqi ishlarninkini tortilgan chaqda asli Shvetsiyadagi biz Uyg'urlar parlamentning oldida gör yig'lab ashu chiqamamsa qonunni deb qiladi ayrimiz. Hammamiz beshimizni ishimizga tiqib oldik. Millatning beshiga kelgan chaqda akademikdan tortib, dinchiga tortib hammamiz chiqib oldik. Shuning bilan Shvetsiya tashqi ishlar ministrligiga ashu ayol nima debdi? Bizning qo'limizda texi yetarli isbotlar yo'q. 7 davlat sal oldirab qoldi debdi. Biz 9-oyda Shvetsiyada saylan bo'ldi. Shuning uchun Uyg'urlar hozir men o'qitish partiyalar chiqyapti, o'rni partiyalar yuqorilab ketdi. Uyg'urlarni qo'llaydigan partiyalarga bilet tashlashimiz kerak. Shved pasportidagi 3000 ga yaqin Uyg'ur bor. 3000 ga yaqin do'stlari uni buni qilib, partiyalar bilan hamkorlik tuzib, meyada mashinchilik komitet haqiqiy Uyg'urning ishini qilgansa, meyada manchilik komitet bor. Abdushukurninki mening manchilik komitetim bor, Nijat Turg'un mening ma'rifimda manchilik odam bor. Biz 10 qanot shakllandik. Agar yana ichivag'anlar haqiqiy Uyg'urlashni qilsa, parlament a'zolari bilan do'stlik guruhini o'rintib, biz ma biletni tashlab beramiz sana. Sening biletingning ishini biz 3000 bilet degan bak cho'ng gap, 9 million nopos va davlatda eng bo'lmaydi degan chaqda siyosatni o'ynashni bilish kerak. Men mashinada biletni sana yig'ib bermay, sen menga nima yig'ib bersa, ya'ni keyingi 5 yilgacha men sana yana ro'sta deb qo'ydi, yana nimagacha men sana yana bilet qilib berma deb manda qilish kerak bizchi. Voy ularga bilet tashilsak, nim pullari kesilib ketadi-ku. Dibovnoma yana bir nim pullari qisqarib ketadi-ku. Ballarninki nimalar tuvalab ballarninki paravalik tuga to'lab ketamdi, yuqilab ketamdi. Bu Shvetsiya davlatining ishi. Sen vatandaşki darlitamki ballarni o'ylashing kerak. Sen bir yer ballaringni o'ylamas kerak. Sen ota-ona bo'lgan odam sening ishlab, beqib, ballaringni beqish farzand sening burching. U kitobda yozilgan shu davlatning qonunimi shu normal odamning qilgan ishi. Numus qilmay bir yerda qo'pib ballarimizga mishta bo'ladi-ku, paravalik tuvallab ketmamda. Aşqalamdı kim aşqıyatdı? Biz vatandaşlıkka, darlitamchilikka, aşıylıqqa yig'layotgan ballarning nomida ish qilishimiz kerak. Vatandaşlik irqiy qirg'inchilikdan keyin ish qilishimiz kerak. Partiyalar bilan hamkorlik tuzishimiz kerak. Hozir butun davlatlarda qattiq qo'l partiyalar 10 qanotlar chiqib olib bordi. Nimishga? Xitoy butun dunyoni chirtib tashlayapti. Xitoy kompartiyasini o'ravatsa, O'rta Osiyomi qarzdan qutuldi, Afrikadagi balay ofatmi qarzdan qutuldi, Amerikami qarzdan qutuldi. Butun dunyo yeniklaydi. Xuddi Tug'luq Hamidni birisining qarzi bo'lsa, Tug'luq Hamid o'lib ketsa, hech kim bermaydi. Shunga o'xshashli gap. Uni prezident Trump Xi Jinpingning og'zida ep bo'lgan. Men sana Chingsulas vaqtida Amerika 1 trillion Amerika dollari Xitoyga berib ekan, shuni desa, sen shu vaqtdagi shu hukumatdan ol degandan keyin bu ish tugdi. Endi Xitoy o'rilsa, Xitoy Kommunist partiyasi yo'q bo'lsa, akaylar qarzlan desa, sen shu vaqtdagi hukumatdan ol deydigan ish chiqdi. Bunda ishlar, qarindoshlar hammasi bir-birisiga zanjirdek bog'langan narsalar.
Muşundaq dünyanın vaziyeti, muşundaq narsalar bizga shundaq chiroyli o'ngchisiga kelib beryapsa, biz qo'pib o'zimizning imomni, bir imonliq bolamizni mushunda damdo ey, o Rabia Qadirni biz qancha qitim chiroyli gaplar bilan sahnaga taklif qildik. Qisaq ashu quzatni qo'pib Zumrat adashning parlamentning oldida turganlik rasmiga kirishtirib, iliq yog'an guvochilar iliq degan, voy boy, dapti qo'yiliq, bir ko'tak, yog'iladi yig'ilmoq osonmidi deb. Dapti qo'y Zulxumar singlimizni, u ovozlar xuddi biz bir yetib o'tmagandek. Shuningga shu qo'lda isbot bo'lmas, dalam kim bir qo'lida isbot bo'lmas bir nima deydi? Ha? Kim qo'lida isbot bo'lmasa nima deydi? Endi qo'pib, bola chiqadigan bolani kepelik ep chiqitimiz degan narsani endi qo'pib degan qalpoqni, Amerikadagi jinim qarindoshlar, akalar, hadilar, yaxshi niyatli qarindoshlar, nanko'rib ketmayli. Necha Uyg'urlar tugab ketdi, namozini tushiribdi. To'y bolalarning nikosini o'qibdi. Bolalarga ism qo'yibdi. Ash qarindishimizga egi chiqqanmidinglarmi? Ash Nuri Tulkidan shu qadar qo'rqamsizlar? Murat Atamandan shu qadar qo'rqamsizlar? Ash Aliftar ashtar Rossiya ishlamda. Madinay bavdi masang deb qo'yay. Sening Amerikanda Umar Qanton demokratlarla ishlab asot ichilmasa, sen açsa asotni manga. Sen asot meni uftuvala oladigan bo'lsam, Madinay bavdun. Ben senin balanla seni qo'shib baqaman Amerikaga poqsi deganni. Ben sen xayillarning bo'molig'ini qilaman. Alasning apisiga o'xshash. Sen cho'qim bamini. Men sana jinim chiqasimi? Hukumatdan kredit ilib million dollar xashlab qo'ysma, sening butun qilgan atganlaring hammasi sabr bug'ra, o'ltirib deb. Ey, ishplas xotin. Qo'llaring qonib ketgan arayonniki ering Talibanlarning orasiga kirgan bo'lib, ashad nurg'un mujohid bolalarni Xitoyga setyapti, ishplas qo'sh o'ynaydigan. Jalab ering, jalab. Peshonimiz ochiq deb qo'ydigan, qo'ng'ich ochiq, bo'yninki ham yer ochiq, hamma ishqingniki ochiq. Beramini, men o'tinib qalay. Da juma meni. Ben dedim mana agar meni uftalisan, Madinay bavdun, meni uftalisan sudda. Ramazon turibdi, men seninki poqsudigini to'shib, balanga qarab, uyingda bo'lma o'lma, men xayinga bo'lma o'lma. Tushundingmi? Ey, qo'lingni, zaharli qo'lingni Uyg'urdan tatish. Vatandagilarni 40 millionni qonga tiqabatding. Endi vatanning tishliklarini o'simi asrashni bil, unda qilma. Ballarining ba'zi haqniki yinib qoladi. Shunda ishlar qarindoshlar. Biz chiqib, gap qilib tumisak, Bilal qarindishimizga qalpoqni kiygizibdi, podaq ustiga chiqib yozaverdi, davirdi. Biz uning qarshi bayrat qilmasak, biz uning qarshi gap qilmasak, podaqning deganlarini akab, Nuri Tulkininki akab, oldingi Facebook yozgan narsani akablar uni qarlab tiqib yurdi qarindoshlar. Cho'qim uni bir axladigan xalq chiqish kerak. Bizmi sotqi bir narsa voy menda deb Uyg'urning imomi, voy bu yaxshi bola deb nim qilish kerak. Bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa Xudoyim amonat, aman bo'linglar. Shu 1-2 kunning ichidagi bo'lgan narsa shu. Tunugim bir kunning orasida bo'lgan narsa shu. Ey Xudoyim, unda qilib ketmayli. Boshqa Amerikadagi boshqa qarindoshlar, yaxshi niyatli qarindoshlar, yo'shirim bo'lsin, yaxshi qilinglar. Saqchi idorasininki xat sanduqlarini tepib yizinglar. Men mana ahvollar bo'yatdi. Biz ochiq oshkor chiqsak, vatanda mushta qarindoshlarimiz bor, bizga tahdidlar kelyapti. Yoki manda qilyapti deb. Men Amerikaninki demokratlarning bahori ketdi. O demokrat deganchi, o Amerika manfaati uchun pul topadigan bir partiya. Cumhuriyetçiler degan siyosat o'ynaydigan qattiq qo'l, armiyaninki, Pentagonning boshqaradigan ma'u, demokrat degan shirkatlarninki, tashqi ishlarninki, bunda siyosatlarni qilgan narsa. Sen haqni bunda o'ynab, lingishib, azroq bo'ppa desa, Dilyor degandek mushundami pulangishib ketamsa, go'yla uningmi qo'ng'ongni berib, buningmi qo'ng'ongni berib. Ashulam ichida deydiganda, uning davri ketdi.
O'tir saylamda mana 2022 aydan boshlab Cumhuriyetlar oladi hamma yerni. Bu boshqa o'zgarishlar bo'ladi. Shvetsiyaning ichidami shu. Hamma yerda shu. Ana o'kin tunugun chiqarib qo'ydim bir xabarni. Rossiyaning bekaga kirmadi armiya sashaga. Ana Xitoyning shirkatlari qo'g'lab chiqaramiz debdi. Xitoyning bir balbaq bir shirkat saqan eng chong shirkatlar vayronchilik. Shanxay degan 41 kun bo'ldi, yepilib ketdi. Shanxayning bir kunlikka kiradigan Krimning puli degan Qozog'istonning keyin yarim yillik yoki 1 yillik GDP'sining puli 41 kun bo'ldi. Ziyon qon seqirab ketibdi Xitoy degan qon bo'lib ketibdi. Soğuk münasebetler urushi oldu, iqtisodiy urush bo'tdi, texnik urush bo'tdi, Şimpiyanning chepning urushi bo'tdi. Ha? O ko'tarilmay qoldi, irqiy qirg'inchilikning va o Xitoy o Pompeo bikamga tushib chiqamidi o bir davlatning sekretari. O tashqi ishlar ministridan chiqqan shuni e'tirof qilolmaysan. Anondan keyin andaylik vudalangdakiligi Burhanma men bu ko'maktiman uni bilmayman, meni qarg'itib ketdi. Men hech nima qilmagan uni. Ashu qo'pib, meyli qanday bo'lishdan qat'iy nazar e'tirof qilayli, qilmayli. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki to'kpis bor deb. Go'y, Dunyo Uyg'ur qurultayini to'kpis so'tsiz London sotiq baramda va aqlsiz po'qaydigan Malayziyadagi Kongzishanninki yetishtirgan o'g'lani numussiz go'y. Shunday ishlar qarindoshlar. Madinay Bavdon, sanga men esilgan. Sen mendek bir talvini ko'rib baqmapsan. Sen iliqqa xato o'ylab qapsan meni. Ben dedim-ku, men utirib etsem, sana to'layman. Sen xolisan men turmadim yotman, chiqqandan keyin Amerikaga berib, putungni shuyman, Madinay Bavdon men sana deb qo'yay. Sana o'xshash bir xoinning bo'lmoqligini qilaman men sana deb qo'yaymi? Tariftingni suq, sen namoz o'qimaysan-ku, juyinsan Amerikada suqsuvam dal tushdigan. Sen nima til desan bo'lar chiqib. Sen nima desan shuni qilib bermayman. Balanga qarayman, yo'ldishingga qarayman, senga qarayman. Bir tim pul olmayman, juma bikaliq. Bikaliq ichilib bermaydi, bikaliq. Cho'qim bersan meni. Ba'dim atatay deb Shvetsiyaga purqib etib ketibsan-ku. Ba. Yögep ekep salimedi şatrayışlarla Ömer Kantan ondan ekep durup. Kandan sot oldu ekençimi? Belki adamçı demeydi, cimcem işini kılıdı, vaqt saat iş bitkendiğin keyin çıkıp yakılıdı. Sen be, çokum be. Babda kayrandaşlarım da Allah'a emanet olsun.